qarang, bo'yiga qarang, tovoniga tushib turgan sochiga qarang. Qarang, qarang, yuziga qarang, oftobda pishgan bug'doy rang qiziga qarang. Bu video million prosmotr bo'ladi. Oyimga like bosinglar. Puristashli qilib qiynalib yuribsizlarmi? Eng zo'r retseptini o'rgataman. Oson, jaydarchasi. Baqlajonni qalinroq kesib, tuzli suvga bo'ktirib qo'yamiz. Zo'r yomon temadimi? Bular uchun tuxum, tuz, 5 yulduzlarni solib yaxshilab aralashtirib, xuddi shunaqa quyulikda qilib olamiz. Baqlajonni yaxshilab suvdan silg'itib, quymoqlarga botirib, ikki chetini o'rta olovda qovurib olamiz. Xuddi shunaqa novat rang bo'lishi kerak. Hamma gap sousida. Aroyda sous demayman. Oddiy pomidor, chesnok, ukrop solib sous tayyorlab olamiz. Endi baqlajonlarni xuddi shunaqa saldat qilib taxlab, ustidan sousni ayamasdan qo'yib, yopib xolodilnikka ozginaga yuboringlar. Ishoninglar, baliqdek ketadi, loqqa-loqqa. SSR davridagi retsept va qizg'anmasdan bizga bergan opajonga kattakon rahmat. Videoni albatta kerakli odamlarga yuborib qo'yinglar, borguninglarcha muzdekkina tayyorlab qo'ysin.